Shunaqa bo'ldi-da qo'shni. Bu qo'shni Xolma yoshligi SSR paytida o'tgan. Bo'lar bo'lmas hikoyalarni aytib yuradi. Bu esa uning qo'shnisi Matyoqub. Bu qo'shnini ham bolaligi SSR paytida o'tgan. Ana, Matyoqub kelyapti. Tanimaysanmi? Mo'sh bormi, mo'sh? Haligi bormi, mo'sh? Mana. Bormi? Ha, Xolmat, o'tirishsanmi? Ha, o'tiribmiz. Nima edi? Ha? O'tirishav. Hozir kiraman yoniga. Ishim bor. Obbo, jonga tegasan endi. Qading? Ha, o'zim. Gaplashamiz. Ha. Matyoqub. O'tamizdan. Ke, Xolmat, ke. Matyoqub yaxshimisan, tuzimisan? Nima qo'lingni bunday qilib olding? Jinnimisan sen? Bumi, uyimga shuncha yetgan bo'y yetmayotgandi. Senda bor deb chiqaverdim Qizilidan. Qizili yo'q-da, ko'ki bor. Bo'laveradi, sen beraver, men eplab ishlatib olaman, ha. Odam siqilib ketdi. Sigaretingdan ber. Qara-ya. Senga kelganda tugab qopti, qara-ya. Ana turibdi-yu bichoba. Hamma yoqda ko'rasan, sen jimot. Men, sen to'yma. Rahmat. Yaxshi ham borsan. Anu, Bo'ldi, to'xtagin. Sen bilaman-ku, hozir senga qolsa hamma yoqda yig'ishtirib ketasan. Bu jitga bo'yini olib beraman, tez chiqib ket, boshim og'ritma, ishim ko'p o'zi. shoshma og'ayna. Anu parashogingdan ham ozgina bera olmaysanmi, ha? Sig'adimi? Hazil. Giloslar ham pishibdi. Kompot qilish kerak bularni endi. Qolmadi, jima eshitib qolmasin. Gilos qani? Ha, olma. Ha? Gilos qani? Bilmayman. Sendan boshqasini duq yetmaydi bu yerga. Bilmayman dedim-ku. Ana, bilmayman.